Bozorov Polvontosh mahalla fuqarolar yig'inida ham bo'ldi. Ishsiz aholi vakillari bandligini ta'minlash va kambag'allikdan chiqarish ishlarining borishi bilan tanishdi hamda mahalladagi kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatga olingan Uchchinor ko'chasidagi Qo'shmakovlar xonadonidagi sharoitlar yaqindan o'rganildi. Kenja farzand Bunyod Ko'rshakovning ta'kidlashicha, bir xonadonda 3 aka-uka oila a'zolari yashaydi. Ishsizligi bois mavsumiy ishlar bilan shug'ullanishadi. Sharoit bilan tanishgach, viloyat rahbari ular bandligini ta'minlash uchun tomorqada gulchilikni yo'lga qo'yish, chorva yo'nalishida ish olib borish va mahallada chilangarlik qilish uchun ustaxona tashkil etib, kerakli asbob-uskunalar bilan ta'minlash hamda aka-ukalarning daromad topishlariga ko'maklashish yuzasidan sharoit yaratish bo'yicha mas'ullarga aniq topshiriq berdi. Bugun mana viloyatimiz hokimi bizni mafayimizga tashrif buyurib, kam ta'minlangan ehtiyojmand oilalar bilan o'rganishdi. O'rganish davomida mana shu Qo'shmakovlar oilamizga kirishdi va bu yerda bandligi ta'minlanmagan aka-ukalarni bittalariga mana kredit sohasida, bittalariga subsidiya asosida yordam ko'rsatiladigan bo'lishdi. Bu uyda yashaydigan xotin-qizlarga ham alohida gulchilik bo'yicha yordam berib, ish bilan ta'minlashga kelishib olindi. Albatta, viloyat hokimimiz yordamlari bilan shu imkoniyatlardan unumli foydalanib, bu oilani daromad olishiga va kambag'allikdan chiqarishga ko'maklashamiz. Mahalladagi o'rganishlar doirasida viloyat rahbari mahalla yoshlari bilan suhbatda bo'ldi. Ularning mahalla chekkasida foydalanilmay yotgan joyda mini futbol maydoni tashkil etish bo'yicha takliflari qo'llab-quvvatlandi. Assalomu alaykum, yuqori tashkilotdagilar. Mana biz shunday qilib videoga olib, shuni yordam beramiz deb televideniyega chiqarib ketishgan. Lekin bundan hech qanday darak yo'q, natija yo'q. Hozir endi shu bo'yicha endi kimga murojaat qilsak bo'ladi? Bizni shuni televizorga chiqarib, misol shunday kambag'alchilik boshqa deb shuni aytib, tayyorlab ketib indamasdan bir unaqa qilib qolaveradimi endi? Bu tuppa-tuzi bir odamni ustidan kulish, bir odam tahqirlash, hali bu inson huquqlari paymol qilish shu narsaga kirib qolmaydimikin endi? Viloyat hokimi Xayr Bozorov o'zlari va'da berib ketishgan. Rayon hokimi mana Polvontosh Mufey shu Farg'ona viloyati Furqat tuman Polvontosh Mufey hammasi va'dan berib ketishganda hech narsa yo'q, hech narsadan o'zgarish ham yo'q, hech narsa yo'q. Shunga qayerga murojaat qilsak bo'ladi?